Endi buni aytmasam bo'lmaydi do'stlar. Jahon chempionati oldidan ikkita katta yulduz terma jamoasiga qaytish qilishi mumkin. Bunga juda yaqin. Hozir sizlarga bu qaysi futbolchilar ekanligini aytaman. Siz ham hayratda qolasiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Bunaqangi ajoyib va tezkor xabarlarni mendan boshqa sizga hech kim bermaydi. Unda boshladik. Xo'p, batafsil aytadigan bo'lsam, birinchi futbolchi bu Manuel Neuer. Manuel Neuerni juda ko'pchilik biladi. 2024-yilgi Yevropa chempionatidan keyin u faoliyatini tugatgandi, terma jamoadan ketgandi. Biroq hozir vaziyat shundayki, Neuer qaytmasa bo'lmaydi. Marc-Andre ter Stegenga terma jamoa qolgandi, biroq ter Stegen ham jarohatlar girdobida u qayta olmaydi jahon chempionatiga. Qaytganda ham o'zining sport formasida bo'ladimi, yo'qmi? Bu juda ham katta so'roq ostida turibdi. Undan keyingi darvozabon Baumann ham birinchidan o'sha darajasi nisbatan pastroq ter Stegen va Neuerga qaraganda, ikkinchidan katta chempionatlarda, jahon chempionatida bo'lib ham tajribasi yo'q uni. Shuning uchun Manuel Neuerni Nagelsmann qaytarmoqchi jahon chempionatiga. U o'sha Germaniyani jahon chempionati oldidan katta, ya'ni kengaytirilgan 55 talik tarkibiga kiritildi, u chaqirildi terma jamoaga va jahon chempionatida ham AQShga olib ketilishi mumkin. Va men buni tarafdoriman. Manuel Neuer o'ynash kerak. Neuerning jahon chempionatiga yetadigan darajasi bor. Shuning uchun bu xabar meni shaxsan quvontirdi. Ikkinchi xabarga keladigan bo'lsak, albatta hozir butun dunyo kutayotgan Neymar Junior. Neymar Junior ham Braziliyaning kengaytirilgan 55 talik tarkibiga kiritildi. Carlo Ancelotti uni taklif qildi terma jamoaga va u bilan shaxsan gaplashgan va undan tashqari Neymar haqida Ancelotti shunday deydi: Neymarni umuman olganda iste'dodiga baho berishning hojati yo'q. Albatta Neymar qanday darajadagi o'yinchi ekanligini bilamiz. Xususan millat ham uni kutmoqda, millat ham uni yaxshi ko'radi va Braziliya terma jamoasida hech bo'lmasa mana shu mundialda so'nggisi sifatida qatnashishini xohlaydi. Lekin bu faqat menga bog'liq emas, bu Neymarning o'ziga ham bog'liq. Jahon chempionati kabi katta turnirda intensivlik juda yuqori bo'ladi va bu albatta futbolchiga kerak. Agarda Neymarning jismoniy holati terma jamoaga javob beradigan bo'lsa, uni jahon chempionatida ko'rishimiz mumkin. Buni esa vaqt ko'rsatadi deb aytib o'tdi Carlo Ancelotti. Bu albatta quvonchli xabar, bu albatta Neymar uchun oxirgisi bo'lishi mumkin bo'lgan jahon chempionatida ko'rishni xohlayotgan muxlislar uchun super yangilik bo'ldi. Agarda Neymar qaytadigan bo'lsa, ushbu jahon chempionatida men shaxsan Braziliya terma jamoasiga muxlislik qilaman. Sizchi, siz qaysi terma jamoaga muxlislik qilasiz va kim uchun yoki nima uchun? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.